Buxoro shahridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va Do'stlik uyida Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi rahbari Otabek Husanov tomonidan viloyatda faoliyat yuritayotgan Fuqarolik jamiyati institutlari vakillari bilan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Unda xalq deputatlari, viloyat kengashi kotibiyati, viloyat, shahar, tuman kengashlari deputatlari, viloyatda faoliyatini olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar qatnashdilar. Ochiq muloqotda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan davlat granti tanlovi loyihalarini taqdim etish hamda ngo.uz platformasi imkoniyatlari haqida tushuntirishlar berildi. Muloqotda fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, davlat va jamiyat hayotida ularning faolligini yanada oshirish, ijtimoiy muammolar yechimiga qaratilgan tashabbus va loyihalarni amalga oshirish kabi masalalar yuzasidan fikr almashildi. Ochiq muloqotda davlat granti va ijtimoiy buyurtmalarni ajratish bilan bog'liq barcha jarayonlar shaffofligini ta'minlashga qaratilgan yangi elektron platforma imkoniyatlari haqida keng tushunchalar berildi. Shu yaqinda e'lon qilingan davlat grant tanlovlari bo'yicha targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Endi avvalgilarga qaraganda yangicha tizimda davlat granti va umuman fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash tizimi joriy etilgan. O'sha avvalambor bu masalalar manzilli hal etishga qaratilyapti. Sababi joriy yilni mart-aprel oylarida hududlarda parlament komissiyasi a'zolari, jamoat fondi xodimlaridan iborat ish guruhi shu chekka tumanlarda, hududlarda bo'lib muammolarni o'rgangan edi va mana shu muammolarni dolzarblik darajasidan kelib chiqib, demak yechimiga qaratilgan davlat granti tanlovini e'lon qilgan va albatta bu tanlovda fuqarolik jamiyati institutlari, xususan mahalla fuqarolar yig'inlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, shu bilan birga ommaviy axborot vositalari ham ishtirok etishi mumkinligi bugungi yig'ilishda ham ta'kidlanyapti. Umuman olganda hali vaqt bor. 30-mayga qadar demak bu grant tanloviga arizalar topshirish mumkin bo'ladi va moliyalashtirilgan taqdirda bu parlament komissiyasi tomonidan ijobiy xulosa berilgan taqdirda demak shu hududlardagi saqlanib qolayotgan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammolar hal etiladi deb o'ylayman. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislaridan javob oldilar. Shuningdek, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi rahbari Otabek Husanov nodavlat notijorat tashkilotlar rahbarlarining murojaatlarini ham tingladi. Murojaatlarda ko'tarilgan masalalar joyida muhokama qilindi va ijrosi ta'minlandi. Ochiq muloqotdan so'ng Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi rahbari Otabek Husanov viloyatda faoliyat olib borayotgan milliy madaniy markazlar faoliyati, ular uchun yaratib berilgan shart-sharoitlarni o'rgandi. Ular bilan suhbat jarayonida amalga oshirilgan ishlar, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan ajratilayotgan subsidiyalarning maqsadli ishlatilayotganligi va galdagi vazifalar muhokama qilindi.